Qo'z qachon tug'ildi? Tünögün doğuldu. Necha pul sotmadingiz? Tünögün tuğulupla bir saat bulmagan canlı adam geldi. Aşağıdan 180 bin koydu de. Nereden keldi odamlar? O adamla yekenin Kaşgar'dan yekenin kelgenden adamla ba. 180 bin koydu dedi adam. Boldu. Satmadım. Yana 30 gün bakay dedi. Abdurahman sotmadinglar. Qo'chqani yiqining. Mana, ma jungo gizildi namagan qo'chqa. Masha yakana qarsudika Abdurahmonning qo'tandi ba. Biz oldingiqda zopin tatqan, kelgan. Nurg'ullar qo'yni tushamaqqan bolalar nat va qalamqa gap ketdinglar. Go'shi kilosi 60 koy, 50 koyda. O o'xshamaydi, hammasini sortib olmanda. Nech deb ketdiq. Qarshishingmi, shu tashningmi, qarshish bor. Ekan. Kaptanim biz siqim tukda emas, ajnami 1 million qatqanli bor kaptaningmi. Dolan qo'yningmi, shu o'xshamaydi bor sorta. Havas deymiz, havas vaqtqa narsa bor. Biz diqqatdan tushunamiz buni. Qo'yin tushamayotgan bolalar qalamqa pulni yozmanglar. Gap o'tkazsan bo'lardi. Andiki ma qo'shqanniki nat katta bir faoliyat bor. To'xtanglar, faoliyatni men oxir deb yey. Oldilar ma qo'zniki anısını deb ana demadash. Anısı muşuğa? Anısı mı qo'chqaning ağaçısı boludu. Mı qo'chqaning hazır bir jüp tug'di mana. Bir ikkilisi chiya qo'zning. Tunugün kecha tug'ilgan qo'zlar. Qo'zlar birga 2 kunlik 1 million satmagan masaqliqni. Tunji bolsa avshu. Mana 600 ming ko'p satmadim buni. Ma qo'z shu maç. Ma qo'z shu nima? Hozir ikkinchi qitimlik tug'di-da buni. 2 ni tug'di. Ikkilisi chiya qo'zini. Qo'z 2 kunlik. Ma inisi ochiqqa sakit. Ashta bo'lganki men qon sortib jo'g'ankan. Shunga qo'zni shunda bak nosh tug'ibdi. Endi dash men qo'shqa o'rlashtirgan faoliyatni tafsil deb beraman. Ma qo'chqaga mush do'lan qo'ysasizki, birdan bir go'har jungo guzil degan qo'chqa shu. Bu qo'chqaga shu qo'ychi do'stlarning talabiga asosan 4-oyniki 20 gacha 100 kishilik navbat o'rlashtirdik. Buningda 10 ming ko'y navbat setib oldi. 4-oyning 20 kuni ya 2 kun oldin ya 2 kun keyingi bo'ldi. Buningki faoliyatida mashina uni buni alabila qilmaymiz. 1-darajadan 10-darajagacha shu shakal topqa nomer yozib solamiz. Shu kuni talab chiqqan odamga 1-darajalik chiqqan odamga 50 ming ko'y naqd pul. 2-darajalik chiqqan odamga 30 ming ko'y naqd pul. 3-darajalik chiqqan odamga 20 ming ko'y naqd pul. Qolgan 7 odamga 10 ming ko'y naqd pul. Navbat hammasiga birdan haqsiz. Qo'ynimi sildi, bechorim chiqdi, mukofotni olib ketdi. Mukofotni olib ketdi. Buni yo'riya ish qilsak, xato ish qilsak bo'lmaydi. To'g'ri. Anda o'sma qo'shqani faoliyatni anglab chiqdinglar. Qo'y silishni o'ylayotgan do'stlar. Abdurahmon bilan aloqalasizlar. Yoki mayda biz qo'shqani bak ko'p turib damlayotgan bo'lsak, mana shunday foydan kelib adresini deb berdi. Qo'shqan ro'z qo'shani bilsizlar. Qo'shqa yakunda Olmaotaga o'shnar zaman baqqan Shinjon guzil deb namaga qo'shqani bo'lsa. Ekan. Shu ma qo'shqa, shu otsi ishqilsa Shinjon guzil degan qo'shqani bolalar. O'zbekiston Shinjon guzil degan qo'shqa qanda surgan, qancha dalagan, dolanqa baqqanning hamma bilasizlar. Hamma qaylaningga. Ashta bo'lgankan, qo'shqaning o'rni yakunda Qarsuyisining bozor yaqin. Qarsu bozorga ham chiqib bo'lsanlar, yaqin kelib ko'rsanlar bo'ladi. Anda telefon nomeri. Telefon nomerim 176 949 342. Mana bilan aloqalashib kelib ko'rsangiz bo'ladi. Andikan, mening do'yimni qo'shila olasizlar. Qaz qo'shqa yaramdi, qaz qo'shqa navbat muvofiq deb qo'yishgan do'stlar. Mening do'yimni qo'shilib tafsilli ko'rsanlar, tutib qo'shqanlikka, palatlari, navbatning nashbilligi, sorta hammasi mening zobillarimda bor. Anasını 1 milyon 200 ga satmay, mani tug'diribdi, mani 1 million satmay, ach kishi bolasini tug'ibdi, uni 600 ming ga satmay, keyindan qo'y yana 2 ni tish tug'di hozir. Hamda shu konsorti yaxshini, nasli islini baqsaq, har qanday narsada foydali ko'z yetadi adam. Ma qo'zlar hozir bunda tug'unga gulomonlar, tunugin tug'ilgan qo'zlar ha. Bu 2 kunlik bo'libdi. Bu qo'zlar anis imab bir haftadan keyin 10 kundan keyin qanday o'zgaradi? Aşağıs ko'rsanlar bilasizlar. Shundaymi? Unda bo'lsa, qo'shqa qo'shilishni o'chmoqqa do'stlar, bayon telefon nomerini eson tutilib, vision qo'shsanlar bo'ladi, yo telefon qilsanlar bo'ladi, yoki kelib mishaga o'z guzonalarni qo'shqani ko'rib, quloqlarni yo silab tutilib, rasm tortilib, qanday bo'lamki yaqinda bosh qo'shqalarni silishni bossanlar bilasizlar. Faoliyat tugagandan keyin yana 15 ming ko'y, paqlan qo'y 15 ming ko'y, cho'ng qo'yni 20 ming ko'y holat silib mangamiz. 4-20 gacha. 4-20 gacha. Asl vaqtni chon tutsanlar.